Assalamu alaikum. Bugungi obzorumizda press trenajyor. Hozir biz sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Buni 3 turda qilsa bo'ladi. Tura press. Ana unda qilib bu bokovoyda qilsak bo'ladi. Buna pastida qila turgani bor. Bunda qilib o'ndiqni qilib qo'ysak bo'ladi, o'nchaqtiqini. Buni turlab qo'yamiz. Mana ko'rdingizlar. Boshida qilganda o'r bo'ladi. Anan uyrenib, presslar uyrenib bo'ladi-da, o'sha kuchliroq qilish kerak bo'lgan bo'lsa, bunda blinderni olamizda, mana yerga qo'ya turgani bor. Shu blinderni qo'yib qo'yamiz, narjoqqa ham qo'yib, o'sha o'r bo'lib ketaveradi. O'zingizlar yoqqan kilani qo'yib qo'yasizlar. Hozir sizlarga bir qilib ko'rsatamiz. Birinchi turasini qilib ko'ramiz. Bismillah. Mana bu tegiz qilsangizlar, maytda datchigi bor, bir ko'rsatsangiz bo'ladi. Mana ko'ringizlar. Datchigi bor. Mana tegiz до конца qilsangizlar, anani o'lchaydi. Mana ko'rdingizlar, до конца qilsangizlar eseplaydi. O'shanisi bilan bilib olsangizlar bo'ladi. Mana maytda instruksiyasi bor, start qanday qilishdi, qaysi yerga paydar berishdi, finish. Shuni qarab qilib olasizlar. Hozir bir o'nchaqni ham qilib sizlarga ko'rsatamiz. Bunday qilib ishaqtirib olamiz. Mana bu yog'i boshda qiyinroq bo'ladi, keyin uylanib qolasizlar. Hozir bu yoqqa ham aylantirib sizlarga qilib ko'rsataylik. Mana. Ya bismillah. Ha, ko'rdingizlar? Xudo xolasa sonu shunday press trenajyorda kerak bo'lsa bizga qayg'urasizlar. Buni aytchi Xudo xolasa bor.